Endi yotasan shu. Bu ayol вообще o'zidan ketmadimi? Nima deb o'ylaysizlar? Bu videodagi ayolning harakatlari Jinoyat kodeksining 126 prim moddasida nazarda tutilgan harakatlar sodir etilgan bo'lib, erkak kishiga yetkazilgan zarardan kelib chiqib, ayolga nisbatan 2 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin. Hurmatli ayollar, davlatimiz tomonidan sizlarga berilayotgan erkinliklar va huquqlaringizni kengaytirilishi bu erkaklarning huquqlarini poymol qilish hisobidan emas. Bilingki, teng huquqlilik degani bitta odamni ustidan ikkinchi odamning huquqlari ustun qo'yilishi emas. Videoni xotindan ruxsat oladiganlarga va xotindan karta yeydiganlarga jo'natib qo'ying. Sizlar bilan advokat Yunusbek.